Bizlar bugun namoz o'qimaydigan odamdan maslahat so'rayapmiz. Nima deyapti? Ko'ngil toza bo'lsa bo'laveradi deyapti. O'zi namoz o'qimaydi-da chunki. 5 mahal namozxondan siz maslahat so'rang, birodar, hamma ishingni tashla, namoz o'qimasang bo'lmaydi deydi. O'zi namoz o'qimaydi. Namozlari o'lda jo'lda, jumaga bir keladi, bir kelmaydi. Namozlarni o'zi to'g'ri na rukuda, na sajdada nima aytishligini o'zi bilmaydi. Biz undan kelib, birodar, namoz o'qishlikka ozgina qiynalyapman. 5 mahal namoz o'qiy olmayapman, bomdodda yotib qolyapman desak, bo'laveradi deydi. Bo'laveradi, yurakni toza qilish kerak, birovga hasad qilmaslik kerak, birovning haqqini yemaslik kerak degan maslahatlarni beradi. Birodar, bo'lmaydi. Namoz o'qimasa bo'lmaydi, birodar. Alloh taolo erta qiyomatda borganimizda avvali pursish az namoz bo'ladi. Birinchi so'rov namozdan bo'ladi, birodar.